Juda ham ko'p odamlar ish so'rab telefon qiladi. Hozir kelishga tayyormiz deydi. Ishni tashlab bergandan keyin просто yo'qolib qoladi, испариться bo'lib qoladi. Bunaqa odamlarga nima deb aytay? Ish kerakmi? Konkretniy ishlamoqchimisiz? Mana sizlarga ish chiqaryapman. Xohlagan ishlaringizdan kommentariyada o'qiyapman. Juda ham ko'p odamlar oson, yaxshi, yengil ishlarni chiqaring deyapti. Yengil ishlarni chiqaryapman, oson ishlarni chiqaryapman, oyligi normalniy ishlarni chiqaryapman. Shunda ham bir ikkita odamlar novid qilyapti. Kommentariyalarga kirib o'qiyapman, novid qilyapti. Pul bermaydi deyapti. Siz kelib ishlab ko'ringchi oldin. Hali ishlamasdan turib, o'zingiz O'zbekistonda yoki Tojikistonda turib, kommentariyaga o'tib yozaverasiz. Nima xohlagan narsangizni yozaverasiz. Endi bu hammaga tegishli emas, bir ikkita odamlarga tegishli. Siz kelib ishlab ko'ringchi, pulingizni bermasa, men o'zim cho'ntagimdan o'sha pulingizni beraman. Dokumentga yordam beradigan ishlar kerakmi? O'zbekiston, Tojikistondan yangi kelganingizda sразу sizni kutib olib, ishga olib borib joylab qo'yadigan ishlar kerakmi? Mana meni kanalimda o'shanaqa ishlar, mana shu videoni ham chiqaraman. Videoni to oxirigacha ko'ringlar, like bosinglar, обязательно shu videoni do'stlaringizga jo'natib qo'yish esingizdan chiqmasin. Hammaga assalomu alaykum. Sizlar Sabr Musofir kanalini kuzatib bormoqdasizlar. Sizlar uchun yana ish chiqaryapman. Videoni usloviyasini korotka qilib tushuntirib o'taman. Nima ish qilinadi, oyligi qanday, usloviyalari qanday aytib o'taman. Videoga обязательно bir donadan like bosinglar va shu videoni tagiga kommentariyaga omad so'zini yozib qo'yinglar va do'stlaringizga jo'natib qo'yinglar. Kimdir kommentariyaga o'z fikrini yozmoqchi bo'lsa, kommentariyaga o'tib yozib qo'ying. Like'ni обязательно unutmang. Chunki like bossangiz juda ham ko'p odamlarga tarqaladi. Обязательно bosgan laykingiz orqali bitta odam ishli bo'lib qoladi. Mumkin bitta odam emas, mumkin 10 ta odam ishli bo'lib qolishi mumkin. Bugungi ishimiz Moskovskiy oblast, город Podolskiyga, молочный sklad Danonga komplektovщикlar kerak. Yotoq joy registratsiya qilib beradi, obed pulingizni kompensatsiya qilib beradi. Smenasiga 4000 dan 5000 rublgacha ishlasa bo'ladi. Bir oyda 2 marta oylik beradi va har hafta avansi bor. Nima qilish kerak skladni ichida? Skaner bilan tovar kirasiz. Birinchi ishni o'rganib turganingizda 4200 rubldan yozilaveradi. Ishni o'rganib bo'lganingizdan keyin объемga o'tasiz. Объемga ko'proq ham topsangiz bo'ladi. Bu birinchi ishimiz edi, faqat erkak kishilarga. Mana ayol kishilarga ham ish bor. Moskovskiy oblast, город Domodedovo Pepsi skladiga уборщицalar kerak. 3500 rubldan smenasi. Yotoq joy registratsiya qilib beradi. Bir oyda 2 marta oylik beradi. Har hafta avansi bor. Uborchisalarga oson ish, yengil ish so'rayapti ayol kishilar. Mana sizlar uchun yengil, oson ish chiqaryapman. Bu ishlarimiz birinchi chiqargan ishimiz erkak kishilarga ham, ikkinchi chiqargan ishimiz ayol kishilarga. Ham erkak kishilarga ish chiqaryapman, ham ayol kishilarga ish chiqaryapman. 18 yoshdan to 50 yoshgacha bo'lgan akalarimiz, opalarimizni dostoyniy, oyligi yaxshi, usloviyalari yaxshi, ish haqlari bilgan akalarimiz, opalarimizni mana shu ishga taklif qilamiz. Kelinglar ishlanglar. Faqat konkretniy ishlaydigan odamlar, bir xil odamlar bor, telefon qiladi, aka iltimos ish topib bering. Besh yotibmiz, uyda yotibmiz, bekor yotibmiz, bizni aldadi, unday qildi, bunday qildi deydi-yu. Ish topib bergandan keyin adreslarni tashlab beradi, dokumentlarni tashlab qo'yishadi-yu, shu bilan yo'qolib qolishadi. Kabutaki ish so'rab telefon qildi, keyin ish kerak bo'lmay qoldi. Bunday odamlarga nima deysiz? Kommentariyaga o'tib o'z fikringizni yozib qo'ying. Shunaqa odamlar juda ham ko'payib ketgan. Ish topib berasiz, yaxshi joydan ish topib berasiz. Kelaman deydi, va'dani beradi-yu, yo'qolib qoladi. Bunday odamlarga ham hayronman. Nima deb aytishni ham bilmayman. Akalar, opalar, ikkita ishni aytib o'tdim. 5000 rubldan kimki shu ishlarimizga kelib joylashsa, ishlasa, 10 kun ishlasa, 5000 rubldan har bitta odam ishlayib turgan odamlarga 5000 rubldan tashlab beraman. Обязательно videoga like bosing, shu videoni do'stlaringizga jo'natib qo'ying, чтобы ko'rsin, hamma ko'rsin. Rahmat, videomizni to oxirigacha ko'rganlaring uchun. Sog' omon bo'linglar, Alloh panohida bo'linglar.